Assalomu alaykum hurmatli talabalar, o'tirishingiz mumkin. Bugungi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvimizda buyuk Sohibqiron Amir Temur, buyuk sarkarda mavzusida suhbatlashamiz. Amir Temur kim edi? Ya'ni kelib chiqishi Barros urug'idan bo'lgan turkiy, ya'ni turkiy qabilalarining Barros urug'idan bo'lgan shaxs sifatida Amir Tarag'iyning farzandi. Va tarixiy sahnaga chiqishi umuman olganda birinchi tug'ilishdan gapirib olamiz. 1336-yil hozirgi Shahrisabzning Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tavallud topgan. O'z bolaligi bilan tanishadigan bo'lsak, bolaligida ko'proq harbiy sohaga qiziqqan va harbiy ishlar bilan shug'ullanishga harakat qilgan. Va dastlab Mo'g'ul xonlariga yollanma amir askar sifatida o'z faoliyatini boshlagan. Va keyinchalik Ilyos Xo'ja va uning otasiga To'g'ri Temurga qarshi bir nechta janglar borgan. Tarixiy sahnaga harbiy siyosatchi sifatida chiqishi 1361-yillarga to'g'ri keladi. Va 61-65-yillar oralig'ida Ilyos Xo'ja va To'g'ri Temurga qarshi bir nechta harbiy harakatlar, faoliyatlar olib boradi. Uni ko'rishimiz mumkin. Ulardan eng mashhurlaridan Loy jangi. Va u Loy jangida bilamiz mag'lubiyatga uchradi va keyinchalik 1365-yillik jangda Ilyos Xo'jani ustidan g'alaba qozonib, Mo'g'ul-Nahrdagi siyosatini tiklab oladi. Mo'g'ul-Nahrda siyosatini tiklagandan keyin bilasizlar, uni yaqin do'sti va qaynakasi Amir Husayn bilan o'rtalarida kelishmovchilik yuzaga keladi. Amir Husayn o'sha paytda Xuroson hokimi sifatida faoliyat olib borayotgan edi va 1370-yilda Amir Temur va Amir Husayn o'rtasida o'rta mojaro kelib turib, urush kelib chiqadi. Va 1371-yilda Amir Husayn va Amir Temur o'rtasida jang bo'ladi. Amir Husayn mag'lubiyatga uchraydi. Va shundan so'ng Amir Temur o'z faoliyatini umumiy amir sifatida, ya'ni Mo'g'ul-Nahr va Xurosonni to'laqonli birlashtirib, hukmronlik va davlat hokimiyatini tiklaydi. Buni davlat hokimiyatini tiklash uchun Amir Temurga bir nechta narsalar kerak bo'ladi. Bilasizlar, davlat bo'lish uchun nimalar kerak? Va uni hokimiyatini tan olishga. O'sha paytdagi Sharq islomlardan bo'lgan Said Baraka Amir Temurga bayroq va nog'ora inom etadi. Bu Amir Temurning hokimiyati tasdiqlanganligiga dalolat etadi. O'sha davrning hokimiyati belgilaridan biri. Va ko'rishimiz mumkin, Amir Temur Amir Husaynni mag'lubiyatga uchragandan keyin o'z hokimiyatini olgandan keyin 3 yillik, 5 yillik va 7 yillik urushlarni amalga oshiradi. 3 yillik urushlari 1386-yil va 88-yillarda Eron, Ozarbayjon, Iroq va Armaniston hududlariga va Gruziya hududlariga bir qismlarini bosib olishga yo'naltirilgan edi. 5 yillik urushi 1392 va 1396-yilda amalga oshiriladi va u Eron, Iroq, Ajam va Kavkaz hududlariga yurishni amalga oshiradi. Ko'rishimiz mumkin, 7 yillik urushi 1399-1304-yillarda amalga oshirilgan hisoblanadi. Nima uchun aynan 3 yillik, 5 yillik va 7 yillik deb atalganligi bilamiz. O'sha paytda qo'shinni bir hududdan va boshqa bir hududga borish uchun oylar, yillar masofalar ketgan. Amir Temur ham bir jangga shaylangandan keyin 3 yilga 7 yil va 5 yil oralig'ida urushlar amalga oshirilgani uchun shunday baholanadi tarixchilar tomonidan. 3 yillik urushlarni ko'rgandik, boya Ozarbayjon, Eronlarni bosib oldi. Endi asosiy 5 yillik urushlarga e'tibor qaratamiz. Eronning qismlari deganda Eron va Iroq qismlari deganda Bag'dodda egallab olgan Qora Yusufga qarshi harbiy harakatlar amalga oshiradi. Ammo Kavkaz hududida To'xtamish Amir Temur bilan o'rtasida nizo kelib chiqib, qayta urush boshlangani uchun Amir Temur o'z e'tiborini Arabiston yarim oroli yoki Damashq, Misr hududlariga emas, Kavkazga qaratishga majbur bo'ladi va qo'shinni Kavkaz tomonga olib boradi. Bilamiz, 1395-yil janglarda Amir Temur To'xtamish ustidan g'alaba qozonadi va o'z hokimiyatini Kavkazda mustahkam oladi. Va keyingisi 7 yillik urushiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham asosan Hindistonga yurish bilan boshlanadi. Hindistonda bilamiz, o'sha paytda Tug'ruqlar sulolasi davrida Dehli sultonligi bor edi. Ya'ni Mahmud Tug'ruq tomonidan joriy etilgan. Amir Temur Hindistonga yurish amalga oshirganda Mag'rur Tug'ruq siyosatini kelisha olmaydi va o'rtada urush bo'lganda Amir Temur uni ustidan g'alaba qozonadi va Dehlini ishg'ol etib shaharni tanlaydi. Chunki bu o'sha paytda jang qilish qonun-qoidalariga to'g'ri kelardi. Endi jang qilish qonun-qoidalariga esa Amir Temur har bir shaharga yurish qilishdan oldin ularga maktub jo'natib o'z talablarini qo'yadi. Agar shahar tinch yo'l bilan taslim bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'lpon olishi, qarshilik ko'rsatadigan bo'lsa, bosib olgandan keyin talon-toroj uyushtirish haqidagi fikrini bayon etadi.
endi rozi bo'lgan shaharlar shu narsaga ko'ngan shaharlarni tanlamagan. Qarshilik ko'rsatib jang bilan egallagan shaharlarga belgilangan, ya'ni urush qonun qoidalarida belgilangan miqdorda talon-toroj amalga oshirilgan. Buni yana bir narsaga e'tibor berishimiz mumkin. Damashq shahrini ham ko'rishimiz mumkin. Amir Temur Damashq shahrini qamal qilganda ayrim sayyidlari Amir Temurni yoniga, ya'ni zodagonlar Amir Temurdan oldiga kelib turib taslim bo'lishini so'raydi va Temur tarafiga o'tishdi. Lekin shaharda qarshilik qilgan qismi ham bor edi va Damashq bosib olganda Amir Temur o'sha o'ziga o'tgan insonlarga omonlik beradi va ularni mol-mulki saqlab qolinishi va qo'shin tomonidan tanlanmasligi haqida omonlik beradi. Qolgan qismi qonun jang qoidalariga binoan talon-toroj uyushtiriladi. Va Damashq shahrida o'sha paytda bilamiz Ibn Xaldun o'zining muqaddima asarida quyidagicha yoritadi. Amir Temur bilan suhbat haqida. O'rtamizda tarjimon bor edi. Men Amir Temurga uzoq o'lkalar, ya'ni Shimoliy Afrika hududlari haqida so'zlab berdim, maktub va uni qog'ozda bayon qilib berdim degan ma'lumotlarni beradi. Va shundan keyin ko'ramiz, Amir Temur hayotida eng buyuk janglardan biri bu qaysi jang? Ya'ni Anqara jangi, ya'ni Sulton Boyazid bilan bo'lgan janglarni ko'rishimiz mumkin. O'sha paytda Turk sultoni Sulton Boyazid Yevropada Konstantinopolni qamal qilish jarayonida bo'ladi. Umuman olganda Amir Temur 1392-yilda Kichik Osiyo hududini bosib olgan bo'ladi va u yerda o'zining mustaqil vassal davlatini tuzgan bo'ladi. Sulton Boyazid Amir Temur u yerda yo'qligidan foydalanib qayta o'zi qo'shin tarkibiga qo'shib oladi va keyinchalik Amir Temur Hindiston safari uyushtirgandan Hindistonga yurishidan Amir Temur qaytib kelmaydi deb o'ylab vassalini bosib oladi. Amir Temur lekin yozishmalar orqali Sulton Boyazidni ya'ni Anqara jangiga, o'sha paytda Anqara Andagor deb atalgan hududda o'sha yerda jang uyushtiriladi. Endi jangga umuman olganda tarixdan ko'rishimiz mumkin. Amir Temur va Sulton Boyazid o'rtasida nima maktublar almashilgandi. Endi dastlabki maktubida Amir Temur Sulton Boyazidga yozganda To'xtamishxon bo'yicha masalasi ko'tariladi. Sulton Boyazidga xat jo'natildi, ya'ni To'xtamishxonga Balqon tomonidan hujum qilishi va Amir Temur Kavkaz tomonidan hujum qilib Oltin O'rda davlatini ikkiga bo'lib olishni taklif etadi. Lekin Sulton Boyazid bu taklifni qabul qilmaydi va bee'tibor qoldiradi. Va keyingi taklifi bo'yicha ham o'zini hududi, ya'ni mustaqil tuzgan vassalini hududini qaytarib berishni so'raydi. Boyazid bunga ham qarshilik ko'rsatadi. Va undan keyin bilishimiz mumkinki, Yevropa, ya'ni o'sha paytdagi Rim imperatori Konstantinopol tomonidan, ya'ni Yevropaliklar tomonidan olinamiz. Amir Temurga maktub yozib, Boyazidni nima derdi, ta'sirdan ozod qilishni ham so'raganlarini ko'rishimiz mumkin. Va natijada o'rtada jang kelib chiqadi, ya'ni Anqara jangi. Anqara jangida Boyazid qo'shinlarida tarkibida serbiylar, tatarliklar va yancharlar tarkibidan tashkil topgan qo'shin bo'ladi. Amir Temurda ham o'zining qo'shinlari bo'ladi. Endi tarixiy ma'lumotlarga ko'radigan bo'lsak, o'sha paytda deydi Boyazidning qo'shinlari 40 ming, 80 ming oralig'ida deb baholashadi. Amir Temurniki 120 ming, 140 ming degan taxminlar bo'ladi. Zamonaviy tarixchilar o'z fikrlarini bildirishadiki, u paytda bunday qo'shinni xatti-harakati va tog'li hududdan olib o'tishlari bo'yicha qiyinchiliklar duch kelinadi va qo'shin sonlari bu qo'shib yozilgan ehtimoli bor deb Boyazidga 20-25 ming qo'shin taxmin qilishadi, Amir Temurga 30-35 ming qo'shini bor degan taxminlar asosida berishadi. Urush kelib chiqadianda Boyazidning qo'shini 3 qismga bo'ladi. Ya'ni o'ng qanot, chap qanot, markaz va rezerv qismida bo'ladi. Boyazidning rezerv qismida boyaga aytganimizda tatarlardan bo'lgan yollanma askar, otliq qo'shin bo'ladi. O'ng qanotida serb hukmdori tomonidan tuzilgan qo'shin bo'ladi, ya'ni serblarning qo'shini. Markazda Usmonli turklarning faxri hisoblangan yancharlar tomonidan tuzilgan piyoda qo'shinlari bo'ladi. Endi yancharlarni bilamiz, maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilgan askarlar hisoblanadi. Urush boshlanganda Amir Temur har doim o'zini 3 tarkibga bo'lingan, ya'ni zaxira qo'shinidan tashqari 3 tarkibga bo'lingan o'ng qanot va chap qanot otliq qo'shin joylashtiradi va markazga piyoda va
qo'rquvga solish uchun fillar tomonidan ham qo'shin joylashtiradi. Dastlab hujumni o'ng qanot bilan boshlaydi. Boyazidning o'ng qanotdagi qo'shini va Otoq qo'shini bilan Amir Temur Otoq qo'shini urushib turgan joyda serblar chap qanotga hujum qiladi. Shu paytda serblar bilan bo'layotgan joyda muntazam serblarning qo'li balandroq kelayotganida Amir Temur o'zini qo'shimcha zaxira qo'shinidagi og'ir qurollangan Otoq qo'shini bilan yordamga boradi. Boyazid bu mag'lubiyatga uchrashdan o'ng qanotdagi, ya'ni o'zining chap qanotdagi qo'shinini hujum ochish uchun tatarlardan bo'lgan zaxira qo'shinini urushga jo'natadi. Ammo bilamiz, Amir Temur mohir diplomat ham hisoblanadi. Amir Temur Boyazid bilan bo'lishi jangidan oldin o'sha tatarlarni boshliqlariga, ya'ni yollanma askarlarga maktub yozib, ikki hissa, ya'ni to'lanadigan va'da qilingan pulni ikki hissa berilishi va Amir Temur tarafida jang qilishini taklif qilgan bo'ladi. Va tatarlar ham bu taklifni o'ziga qabul qiladi. Keyinchalik Amir Temur o'sha urush bo'layotgan vaqtda tatarlar orqa qismdan, ya'ni Boyazidning chap qanotdagi qo'shinning orqa qismidan zarba beradi va Boyazidning qo'shini tang ahvolga tushib qoladi. Serblar shu holatda ham jangda mohirona qatnashayotgan bo'ladi, lekin Boyazid yengilishdan qo'rqib qoladi. Qo'shimcha piyoda qo'shinlarni yana ishga soladi. Ammo Amir Temur qo'li baland keladi va chap qanotni yenggandan keyin Boyazidning qo'shinlari orqaga chekinishni boshlaydi va tog'li hudud, ya'ni tepalikka qarab chekinadi. Serb ham tepalikka qarab chekinadi. Ammo tepalikda ham Boyazidning qo'shini baland kela olmaydi va mag'lubiyatga uchraydi. Boyazidning o'zi tepalikdan qamalni yorib o'taman deb qochishga harakat qiladi, ammo Amir Temur otliq qo'shinlari uni ta'qib etib asirga oladi. Va shu tariqa Usmoniy turklar ustidan g'alabani qozonadi va Anqara jangida Amir Temur qo'li baland keladi va Boyazidni asirda saqlaydi va asirlikda Boyazid vafot etadi. Ayrim ma'lumotlarda aytishadiki, Boyazidni qafasda saqlagan, ayrim ma'lumotlarda yonida olib yurgan. Lekin Amir Temurni ko'rishimiz mumkin, hukmdorni o'z hukmdorlik sifatida, ya'ni sha'ni, ya'ni uning obro'si sifatida muomala qilgan. Ya'ni Boyazidni qafasda saqlamagan, yonida olib yurgan, ya'ni asirlikda olib yurganligi ma'lum. Keyinchalik ko'ramiz, Amir Temur boya yuqorida aytib o'tganidek, mohir diplomat ham deyishimiz mumkin dedik, to'g'rimi? Ya'ni bunga nafaqat Amir Temur o'zini oila a'zolarini ham, ya'ni rafiqasidan olgan maslahatlari ham juda foyda beradi. Ya'ni 7 yillik urush davrida Amir Temur moddiy jihatdan qiynalib qoladi, ya'ni qo'shinga pul to'lay olmaydigan darajaga tushib qoladi va maktub yozib, Samarqandga yozib, o'zining rafiqasi Saroy Mulki xonim yoki Bibi xonimga maktub yozadi. Unda maktubning mazmuni quyidagicha bo'ladi. Muhtaram Bibi xonim deydi, bizni qo'shinimizga to'lanadigan pulimiz qolmadi. Shunga o'zingizni zebu zinatingizdan jo'nasangiz degan mazmunda maktub jo'natadi. Bibi xonim o'sha paytda bilamiz, Samarqandda Amir Temur safarda bo'lsa, davlat ishlari Bibi xonimga qolgan. Bibi xonim zebu zinat o'rniga quyidagicha maktub jo'natib yuboradi. Maktubning mazmuni quyidagi maktubning mazmunida aytadi. Amir Temur, sizning pulingiz tugaganligini bilamiz-ku, lekin siyosatingiz hali tugamagan-ku deydi. Bu unda juda katta ma'no bor, chunki Amir Temur siyosat borasida, diplomatik borasida juda mohirona sarkarda edi. Ya'ni nima qiladi? Hayvonlarni va suyaklaridan pul ishlab chiqaradi. Ya'ni ma'lum miqdorda va uzunlikda kesib, unga qo'rg'oshindan tanga bosadi. Ya'ni pul miqdorini aniqladi. Keyinchalik o'sha hududlardan undirilgan o'ljalar orqali o'sha pulni, ya'ni suyakdan qilingan pulni haqiqiy pulga almashtirishadi, ya'ni oltin, zebu ziynatga. Va shu orqali Amir Temur tang ahvoldan ham maslahat, ya'ni rafiqasining maslahati yoki o'zining siyosati orqali chiqib ketdi desak bo'ladi. Keyin bilamiz, Amir Temur o'zini oladigan bo'lsa, 1402-yil Anqara katta jangdan keyin Amir Temur o'z 7 yillik urushini yakunladim deb Samarqandga qaytishni boshlaydi. O'rtada ba'zi hududlarni ham bosib olgan va Samarqand 1404-yilda Samarqandda ziyofat o'tkazadi, ya'ni kuz oyiga. 1404-yilda Xitoyga urushga tayyorgarlik ko'rdi. 1405-yil Xitoyga hujum qilish jarayonida vafot etdi. Ya'ni 1405-yil 18-fevral kuni O'tro shahrida kasallikdan vafot etdi deyiladi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra.
Shu bilan Amir Temur buyuk sarkarda degan darsimizni yakunladik. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Marhamat. Bilamizki, Amir Temur 1405-yilning 18-fevralda O'rtoq shahrida vafot etdi. Aynan lekin u vafot etishidan oldin taxt vorisi sifatida aynan o'g'illari emas, nabirasi Pir Muhammadni tayinladi. Bundan maqsad va sabab nima edi? Endi buni ko'rishimiz mumkin. Bilsanglar, turkiy sulolalar an'anasiga ko'ra taxt katta o'g'ilga qoladi. Katta o'g'il vafot etgan bo'lsa, katta o'g'ilning katta farzandiga. Katta farzandi ham vafot etgan bo'lsa, uning katta farzandiga qolish kerak bo'ladi. Amir Temur katta o'g'li Jahongir Mirzo vafot etganligi sababli taxtga undan keyingi da'vogar Muhammad Sulton degan nabirasi bo'ladi, Jahongir Mirzoning katta o'g'li. Ammo 1403-yilda u ham kasallikdan vafot etganligi sababli Pir Muhammadni o'zini taxt vorisi deb e'lon qiladi. U Jahongir Mirzoning farzandi sifatida. Ammo ko'ramiz, taxtga Xalid Sulton o'tirib oladi. Nima sababdan deyilganda, O'troq shahridan birinchi bo'lib xabar Toshkentga keladi. O'sha vaqtda Toshkentda Xalid Sulton Toshkentning hokimi sifatida boshqarayotgan bo'ladi va bundan foydalanib Samarqandga o'zi borib turib taxtga egallab oladi. Shundan keyinchalik Amir Temurni davlatining vorisi sifatida Xalid Sulton o'zini e'lon qiladi. Ammo Pir Muhammad asosiy talabgor sifatida unga qarshilik ko'rsatadi. Va natijada Pir Muhammad vafot etgandan keyin siyosiy maydonga Shohrux Mirzo chiqishga to'g'ri keladi. Nima uchun aynan katta Jahongir Mirzo, Umar Shayx yoki Miron Shoh deganda u vaqtga kelib bular vafot etgan edi. Va shu munosabat bilan Shohrux Mirzo o'zaro barqarorlikni yakunlash uchun Amir Temur davlatini yagona taxt vorisi sifatida o'zi taxt maydoniga, ya'ni tarix sahnasiga chiqishga majbur bo'ladi. Yana savollar bormi? Amir Temurning dafn marosimi haqida ma'lumot bera olasizmi? Amir Temur dafn marosimi oladiganiga agar shu kungacha ko'radigan bo'lsak, Amir Temur 3 marta dafn qilinganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Birinchi dafni Xalid Sulton Mirzo tomonidan Samarqandda dafn etilishi. Ikkinchi dafni 1409-yil Shohrux Mirzo tomonidan qayta dafn etilishi. Nima sababdan Shohrux Mirzo qayta dafn etdi desa, turkiy an'analarga ko'ra, ya'ni o'sha vaqtda taxtga o'tirish qonun qoidalariga ko'ra taxtga o'tirgan hukmdor o'zidan oldin vafot etgan hukmdori dafn qilinishi kerak edi. Shuning uchun Shohrux Mirzo qayta dafn etiladi. Va sobiq Sovet ittifoqi tomonidan Amir Temur daxmasi qayta ochilgandan keyin u ham qayta dafn etiladi. Shu sababdan Amir Temur hozirgi kungacha 3 marta qayta dafn etilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Yana savollar bormi? Marhamat. Temur tuzugi qonuniy hujjat bo'la oladimi hozirgi kunda? Amir Temur tuzugi qonuniy hujjat bo'la oladimi degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Rus sharqshunosning logotipi quyidagicha gapi bor. Amir Temur tuzuklari shunday bir hujjatki deydi. G'arbdan ko'ra 500 va 600 yil oldin O'rta Osiyoning konstitutsiyaviy hujjatini bajargan degan o'z fikrini beradi. Shundan ko'rishimiz mumkinki, Temur tuzugi o'sha davrning qonuniy hujjati, ya'ni konstitutsiyasi sifatida yuritilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, Amir Temur shaxsiyati haqida gapiradigan bo'lsak, soatlab gapirishimiz mumkin, ammo efir vaqtimiz chegaralangan. Taqdim va tarixi ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.